Salom obunachilar, bugun biza esingizda sizlar bilan survival videosini oldik. O'shani ikkinchi qismi, faqat u bizada emas, boshqa baza, ya'ni yangi baza ochamiz biz. Chunki u baza o'chib ketgan ekan. Hozir mana biz yangi baza ochib oldik. Yangi mer yaratdik va mana shu o'nta ko'mir yaxshi normal. Zo'r tosh bor, yerga tushmaymiz. Qani unda biz boshladik. Birinchi o'rinda daraxtlarni yo'q qilamiz. Biz endi mana shu zonada rivojlanib imperiya qurishimiz kerak. Heyke videosini ko'rgansizlar-ku. Imperiya quradi, biz ham shunaqa imperiya quramiz. Faqat bu qismida emas, keyingi qismida. Ender Dragon o'ldiramiz hali biz bu shu yerda. Ana endi biza tosh qaziymiz. Yo'q, kirka. 6 tosh. Mana bitta chiqim tovuq. Ya. Men bu loy qazordim. Mayli nichiwa. Yana bitta olamiz. Hop. Shunda bitta tapor, bitta kirka, yana tosh qaziymiz. Manimcha yetsa kerak shuncha 8 ta. Shu bitta qilcham yasaveramiz, qilch kerak bo'ladi. Yo'qlarni olib qo'yamiz, kerak bo'ladi. Qariyat kerak biza. Yana ozgincha tosh qazib, keyin nariga yerdan ko'mir olamiz. Bo'ldi, ketdik ko'mirga. Betlari mol qo'yli yo'qmi? Ya, men betdim ko'mir bor ekan. Ko'mir bizga kerak bo'ladi. Sho'mayu. Hop, degamas ko'mir desam, 3 donagina, 4 donagina berdi. Daraxt. Endi hozir narigi betga o'tamiz biz. Tez temir topsak bo'ldi. Bitta kanaldan imperiya qurib tashlaveramiz. Qishloq topsak undan ham zo'r bo'ladi. Qishloq chiqsin-da. Hozir tagiga yaqin joylanib o'tdi, shuni yaqin joylab bo'lsa kerak. Bo'ldi, shuncha ko'mir yetsa kerak menga. Men shuni olaman, bo'ldi, ketdim. Ko'p temir kerak emas menga hozircha. Bo'tli tosh yo'q, hech narsa, qishloq ham yo'q bo'tli. Hech narsa bo'lmaydi. Qishloq asosan tekis joylarda bo'ladi. Shakar qamish bizga kerak bo'lmaydi. Shunga hozircha kerak emas shakar qamish. Endi biz sayohat qilamiz. Kettu. Qo'yaman. Sakrash ulgurmadim. Qo'y. Yaxshi kravat. Mana qilch kerak borda, mana. O'g'lim pas bo'lsa ham zatto bolta ham ikkita udarda o'ldiradigan uchinchisi. Mana. Bu yoqqa ham ovqat ham qo'y uchun. Ovqatda momo bo'lish kerak emas, bu 1. Imperiya quramiz, bu 2. 3 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. Voy. 4 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 5 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 6 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 7 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 8 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 9 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 10 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 11 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 12 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 13 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 14 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 15 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 16 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 17 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 18 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 19 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 20 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 21 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 22 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 23 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 24 Ender Dragon'ni o'ldiramiz. 25 Ender
voy sal qo'lishiga sal qo'ydi. Qo'yuvchimizni egri qo'yamiz. Mana blok nega kerak? Mana qo'yamizmi? Qo'yga o'xshatib yubordim juda. O'tib oldik. Hop. Ana biz mana shu yerdan keldik. Endi bu tomonga qarab yuramiz. Sizlar aytishinglar mumkin, nega anchadan beri video chiqmoqda deb. Men zerikdim anchadan beri shunga video chiqmadim. Minecraft o'ynagim kelmayotdi o'zi meni. Umuman zerikib qoldim Minecraftdan. Hozirgi videoni ham zo'r qilyaptim zerikib. Bo'ldi, endi bundan buyog'iga mana shu videoni davomlarini ham olamiz. Keyin boy va kambag'alni ham olamiz, faqat aktiv yo'q bolalar. Mayli aktiv bo'lmasa ham aktiv qaytishiga harakat qilaman. Yana ko'p videolar chiqaramiz. Mana shortslar chiqyapti sekin-sekin. Shorts videolar futboldan ko'p chiqyapti shorts videolar. Minecraftda juda kam shorts videolar shunga. Lekin Instagramda katta videolarda Minecraft ko'proqda, shorts videoda futbol ko'p. Qayoqqa olamiz? Menga kerak emas qayoq. Bo'ldi, men betga hozir qurilgan. Sigir, bu yoqqa kel. Baqa kel. Nesha sigir bittami? Sheriklaring ham bor ekan, bo'ldi, ikkita ekan bo'ldi. Biz 80 bir dona ber. 3 dona beribdi. Yaxshi. Qo'yam bor ekan naryoqda. Bunisi bir dona berdi, endi yaramas. Pas. Yoqqa kel. Bu ham bir dona berdi, yaramas. Buncha tasvir ketdi ular. Yo'q, bir qator bo'lib to'libdi o'sha. Nima ish tomonga ketaveramiz. Qachonki joy topmayotganimiz ketaveramiz. Balki kech tushguncha. Ana. Yapa. Mashetlarda qo'yla bo'lish kerakdi. Yo'q. Oq qayin daraxti. Kechki payt pishiramiz ovqat. Dakkansa o'ramiz. Ovqat pishirmasdan dakkansa. O'lib qolsam bo'ldi, video tugaydi. Ochoqjoyim. Ko'zi qo'rilib bor ekan va nihoyat ochoqjoy. Ovqat pishirib olishim kerak. Konga tushib ketamiz. Hozir undan oldin biza mana boyagi ko'mirlar, boyagi ovqatlarimizni pishirib olamiz. Boyagi qazgan ko'ylarimizda. Bitta kravat emas, ro'laylik. Endi ovqat pishishini kutamiz. Ana bittasi pishdi. Xo'sh, botlarda nima bor ekan ko'raylikchi. Temir bormi shu yoq atroflarda? Temir yo'q ekan, temir biza bo'lmasam pechkalarni oldiga ketdi. Ovqatimizni olamiz. Pishdimi? Yaxshi. Endi bizda ovqat deyarli muammo yo'q. Bitta bor, yaxshi. Zo'r.
keng bo'lsa ham, keng bo'lmasa ham kichikroq tekislik, naryoqda yana bitta tekislik bor bo'lsa kerak. Daraxtlar ko'rinadi. O'zi kech tushyaptimi? Oqshom. Hop, mana endi biz konga surdik. Ro'yxatimiz bor, yo'q emas, yetadi. Bemalol. Konga, let's go. Kech tushyapti. Qanaqa let's go? Kech tushyapti. Sal naryoqroqda uxlab olamiz. Asta tushga ishimga qoldi. Qo'ylar yo'qmi? Qo'ylarni o'ldirardim. Ana qo'y eslasang o'zi ko'rinadi. 4 ta. Hammasini o'ldirib, pechkaga solib keyin uxlaymiz. O'g'la chiqib qolsa ungacha. Yaxshi niyat qilish kerak. Yaramas. Qochyapsan. Nima mendan? Yana bitta qo'y bormi? Yo'q. Hop. Mana endi karavotni qo'yib uxlab olamiz. Minecraftdagi birinchi kunimiz. Mana bo'ldi, bir kun o'tkazib oldik. Endi ko'ramiz pishibdi. Ender dragon, kechirasizlar. Ko'ziga qaraymiz. Bu yoqqa kelganimiz o'ldiraman. Qaraydi, endi nimaga hayron qolasan. O'ldirmoqchi bo'lganida ko'ziga qarasa kemitda, lekin o'zidan o'zi ko'radi. Ko'ziga qaramasa ham yaramas. Ulguraman, agar ko'ziga qarab suvga tushishga ulguramanmi? Hop. Qani. Enderman. Enderzit. Hozircha qaramaning ko'ziga ovqat olamiz. Bakaki. Mayli, bizga hozircha muammolar kerak emas. Spawn point bor, buzilmagan hali. Temjim ko'rsa bo'ladi. Bo'ldi. Xullas videomiz 12 minutlik bo'ldi. Xullas hammaga xayr, video qisqa bo'lib qoldi. Keyingi videolar uzunroq 20 minutlik bo'ladi. Bunga 3talik javob beraman. Keyingi qismida ko'rishguncha xayr. 13 minutlik video. Bitta xayr hammaga.